Tong sahardan bismillah deb mashinaga o'tirib, duolarni qilib, safarga chiqib ketishdan oldin zapravka qolish kerak dedimda, zapravkani qilib, zapravkadan chiqib to'g'ri moykaga bordim va mashinani yaxshilab yuvib, tozalab, quritish uchun artamanda bagajni shunday olsam, lattam qolib ketgan ekan. To есть mashinani lattasi. Lattalarni yaxshilab yuvib chiqib, mashinani artib, quritib tozaladimda, Xitoydan zakaz qilgan pilisoschamni olib, nasatkasini qotirib, perikuritilga shunday tiqib, pilisoslashga kirishib ketdim. Yaxshi ham shu pilososni zakaz qilgan ekanman dedim. Shu joyda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Masalan, Artel yoki shunga o'xshash brend. Ko'rib turganingizdek, mashinani opash qilib olib, yo'ldan bolalarni olib yo'lga chiqdik va ipodrom postidan keyin Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro viloyatidan o'tib, Buxoroning arkasidan shundoq kirib, Klentkiga kirib 8:30 larda ishini boshlab, 9 larda tugatdik. Ishni tugatgandan keyin Buxorodagi Sayqal kafesiga biqin qilgani kirdik va kirilishda mashina qilib cho'ponga ko'lani kiydirib qo'yishdi. Muzikali favvorani oldida o'tirib, qovurg'i shashliklarni yedikda, dal shu Xorazm yo'lga chiqib ketishimiz kerak edi. Buni xato ekanini tushirib, mehmonxonaga kirdikda, shunday narsalarni joylab uxlab oldik. Ertalab voy uxlab qolman-ku deb turib, bir finjon qahva bilan zavtrakchani qilib, mehmonxona bilan xayrlashdikda, dalshi yana yo'lga chiqib ketdik. Keyin esa Buxoro Xorazm o'rtasidagi zerikarli cho'lda har xil hodisalarni ko'rib, yo'l yursa ham mo'l yurdik, mo'l yursa ham qo'l yurdik. Kanishda endi xul bo'lib ketadi, o'tiravergandan keyin deb ketayotgandik. Narsalarni ortib olib, xuddi qaynonasini ko'rgani ketayotgandek bittasi mototsiklda shoshilib o'tib ketdi. Keyin esa obunachilarimiz uchun gay akalarimiz bilan foydali videochani oldikda yo'limizda davom etdik va Xorazm viloyatiga kirib, Xorazm postidan o'tib, Urganchga ham kirib keldik. Manzilimizga kelib, svet yo'liga qaramasdan bolalar ishlarni boshlab tugatishdi va klientdan o'tsifni oldik. Klientimiz Xorazmga kelib, baliq yemasdan ketsanglar uyat bo'ladi dedilar. Tekin bo'lsa lo'mmi yutgan degan naqlni esga olib, Mahmud baliqqa baliq yeyishga keldik. Va balig'imiz kelgungacha Xorazmning mashhur o'zini tarixiga ega qamish burgerini tatib ko'rishga qaror qildik va bu menga juda ham yoqdi. Buni sherigim ham tasdiqladi. Undan keyin esa yana qanaqadir 3 kunlik deyshar ekan, pomidor olib kelishdi va pomidorni ham tatib ko'rmoqchi bo'lib, vilkada yemoqchi bo'ldim. O'xshamadi, keyin o'zbekchasiga bismillah deb tiqvora qoldim. Bu pomidorni 3 kunlik deyishlarini o'ziga yarasha sababi bor ekan. Bu pomidor menga juda ham yoqdi. Ham sveji, ham salonini ta'mi kelar ekan. Va nihoyat baliqni ham pishirib olib kelishdi va bismillah deb baliqni tatib ko'rganimda, bizda shaharda aka bu daryoniki ishonsangiz bo'ladi deb aslida ribxoz balig'i bo'lgan, dangasa yog'li baliqdan ancha shirinligini va yog'sizligini sezdim. Xullas baliqni mazza qilib sousga botirib yedik-da, aka bilan xayrlashib, Xorazmni Xonqa degan joyidan o'tib, o'sha zerikarli cho'lga yo'lga chiqdik. Qofiyani qarang. Nihoyat 14 soat deganda jonajon Toshkentga kirib keldik va mashinani ko'rib turibsiz, qanaqa holatda olib chiqib ketgan edim, shunaqa holatda qaytib keldi. Bu nima deb tushunmayotganlar bo'lsa, o'sha yo'lda yurganlar biladi. Bu chivin va chigirtkalar. Xullas Toshkentdan Buxoro Xorazmga bo'lgan sarguzashtim yakuniga yetdi. Video orqali ozgina bo'lsa-da kayfiyat ulashgan bo'lsam xursandman. Video rekka chiqish chiqmasligida sizning hissingiz katta. Fikringizni kommentariyada qoldiring. Sarguzashtlarni kuzatishda davom eting.